Shu bir dona miqqa hissingiz qo'shilyaptimi? Demak, siz baxtli odamsiz. Qiyomat kuni jannatlarda siz shaxsiy qasrga ega bo'lasiz. Alloh taolodan qasr so'rasangiz bo'ladi. Ehsonning mukofoti faqat ehson deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Demak, bundan xulosa qilib aytganda, siz bu videoga like bossangiz ham jannat eshiklari sizga ochiq. Yoki kommentariyada haqqimizga duo qilsangiz ham jannat eshiklari ochiq. Videoni ko'plab do'stlaringizga qo'ldan kelgancha, soni muhim emas, ko'plab do'stlaringizga jo'natsangiz ham jannat eshiklari sizga kattakon ochiq. Yoki bo'lmasam, ehson qilishlik bilan ham nima desa bo'ladi? Jannat qo'lga kiritib olsa bo'ladi. Jannatga kirish juda ham arzon. Harakat qilsa bo'ldi, joyini topsa bo'ldi. Uyi yonib kulga aylangan xonadonni ishini bitirishlik maqsadida biz birlashyapmiz. Qo'limizdan keladigani shu. Ehsoni borlar, ehson qilinglar. Bo'lmasa videolar keng tarqalishida yordamchi bo'linglar. 5000 bo'lsa ham qizg'anmanglar. 5000 so'm bilan mana shu darajaga keldik. Ko'pchilik bo'lib 5000 dan tashlashdi, mana shu darajaga keldi. Katta summa bilan bitadi. Lekin siz bilan bizga qo'llab-quvvatlashimiz bilan 5000 so'mga bitadi bu uy. Be'tibor bo'lmanglar, 5000 so'mga hech narsa bermaydi. Lekin siz shu pulingizga qizg'onmasangiz, mana shu oilani mushkuli oson bo'lib ketib qoladi. Qiyomat kuni ajringiz, martabangiz baland bo'ladi.